Bu meni ko'z ochib ko'rgan qovunim. Buni so'yib yeb ko'raman. Bu juda mazali. Lekin tabiiyki, har qanday mazali narsani biroz yeganingizdan keyin og'zingiz uni mazasiga o'rganib, u sizda xuddiki bemazadek taassurot uyg'onadi. Pulim bor, yana qovun sotib olishga qurbim yetadi. Boshqa joyda berkinib bo'lsa ham yeb olaman qovunimni degan xayolda yangi qovun sotib olaman. Ikkinchisini eski qovunimni chetga surib, yangisini so'yib, buni qarangki, ikkinchi qovunim bemaza chiqdi. Endi bunday o'ylab qarasam, birinchi qovunim shirin ekan. Bu o'ylar bilan yurgan paytimda ikkinchi qovunimning urug'larini tashlagan joyimdan kichkina qovunlar ham unib chiqdi. Endi men birinchi qovunim shirin ekan deb ikkinchi qovunimni tashlab yuborsam, buni kichkina qovunlariga qo'shib pashi bosib ketadi, to'g'rimi? Unda meni o'zimmi qovundan nima farqim qoladi? Endi men nima qilishim kerak? Ikkinchi qovunimga shakar sepib bo'lsa ham birinchi qovunim bilan mazasini bir xil qilib yeyishga majburman. Ushbu videoda hech qanday ikkinchi qovun sotib olish haqida targ'ib yo'q. Faqatgina maqsadimiz qovun tushirib bo'lganlarga ibrat yetkazish. Ushbu videoni qovunchi tanishlaringizga yuborib qo'ying.